Assalomu alaykum azizlarim, vatandoshlar. Men bugun hech qanday meni yoshimda zarar emas edi. Noilojlikdan sizlarga, vatandoshlarimga, o'zbek xalqimga murojaat qilaman. Sabab, ben 5 yil oldin bir murojaat qilganman, shunaqa video bor. Jamiyat dushmanlarida ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Chunki vatanimiz, xalqimiz cho'kib ketyapti borgan sari korrupsiyaga. Ya'ni korrupsiya deganda pora nazorat tutiladi. Masalan, shu masalani yana yoritib bermoqchi bo'lsam, boshidan 2017-yili, demak 29 sanasida Toshkent shahar Yunusobod emas, Uchtepa tuman sudida, jinoiy sudda Lo'li Alimbekov Dilshod degan bir zo'ravon bezori Lo'liga jinoyat qo'zg'atilgani to'g'risida sud hukmi o'qildi. U yerda uni 6 yilga qamoq jazosi go'yoki vaholanki orqadan kelishib sud shunchalik haligi korrupsionerki sudya Tojiyev unga 6 yil o'rniga sekin yarib orqadan qandaydir senatorlarning haligi amnistiyasini qo'llabdi, 11 oy dam olib keling deb qildi. U dam olishda hech nima undirilmadi, qoplamadi. Undirish masalasi bo'yicha 77.400 AQSh moddiy mulkiy zarar, dollar 77.400. Ya'ni menga nazoratga qoplansin, to'lansin deb hukm o'qildi. Ammo biroq shunda ixtiro qilganki, o'sha haligi sudya, haligi korrupsioner boshqa kim bo'lardi? Qarang, azizlar, o'zingizlar bahoni o'zingizlar berasizlar. Mol dunyosi ega bo'lsa nima beradi? Cho'nchagiga solishga, to'g'rimi? Sumkasiga, diplomatiya yoki firmasiga, MCHga, to'g'rimi? O'ziga qaratyapti sudya. Qarang, bahoni beringlar sizlar. Mana kim u? Mana bu sababli men 2 yil qiynalib, azoblanib, juvormay bo'lib, ko'p vatandoshlardan maslahat oldimda, ariza yozib berishdi, lekin 2 yil deganda Toshkent shahar jinoyat sudida boshqatdan sud majlisi bo'lib o'tdi. Mana sizga Tojiyev, ilohim, Allohga barcha xalqlar sazovor bo'lsa, men u dunyo bundan rozi. Chunki meni yoshim 80 da. Nima qilsam meni qiynab. Buni yaratganiga, padariga ming o'zingizlar bilasizlar, la'natlar. Tamom. Endi Toshkent shahar jinoyat sudida 2 yildan keyin 2 yil rosa kurashdan olishdi. 2 yil ichida azizlarim, qancha odam dunyodan o'tib ketadi, qancha dunyoga qancha insonlar keladi, to'g'rimi? Shunchalik johil bu sudyalar, korrupsionerlar. Hozir qaytamiz azizim. Demak, u yerda ma'lum bo'ldiki, jinoyat o'sha sud protsessida, ya'ni jarayonda 12 ta mashina, mikroavtobus, gazellar bor ekan, o'sha yo'lning zimmasida, firmasida. Ya'ni o'shanga qaratdi sudya. Sud hayati o'shanga qaratdi, 12 ta mikroavtobuslarga. Lekin ammo biroq 2-3 kun o'tganda borib turdim, bering anaqa nusxasini o'sha ajimingizni bering desa berishmadi. 5, 6, 8 kun, 9 kundan keyin yuborish kerak ekan. U Lo'li tinchimagan, Lo'li bilib olinglar azizlarim, u til biriktirganda Turkiston bank bilan go'yoki Turkistondan 3 yil oldin kredit olgan ekan. Va Turkiston edi, bilasizku, banklar hammasi emas, endi qisman muttaham bo'ladi. O'zi pora birovdan xalq siz pul qo'yib qo'ysangiz, pulingiz bir kishi bo'lib qaytib turadi-yu. O'zinikini o'zi nima qiladi? Xullas, bu xususiy bank, Turkiston bank. Keyin nima qildi? Turkiston bank go'yoki unga qarzday o'sha haligi Lo'lining mashinasi bilib qolib, ular sudda ajrimini olib borib tez, men bugun erta borishim kerak, borib kelib turdim, Uchtepa MIBga majburiy ijro. Lekin ammo biroq borsam bir yigit aytadi, "O'sha olib ketishdi, haligi Turkiston bank olib ketdi" deydi. Turkiston bank nima aloqasi bor bunga? Menga o'qildi men nomga. Lekin befoyda bir tiyin qilma, hamma korrupsiya. Mana sizga qanaqa korrupsiya. Menga o'sha zavodda qurishda bolaligim, yoshligim o'tgan. Men bilasizlarmi, hozir mavzuga qaytamiz. Demak, olib ketib qolibdi Turkiston bank. Endi azizlarim, qisqaroq bo'laman, o'sha sud Turkiston bank muttahamligidan, mashyenlikligidan, gazandarlikdan mana 3 yil, 4-yil bo'lyapti, jinoyat qo'zg'atildi va lisenziya mahrum bo'lgan. Yo'q bunaqa bank o'sha. Lekin menga o'xshaganlar juvormay qilganda. Xo'sh, o'zi juvormay bo'lib ketdi. Lekin ammo biroq mol dunyo qolib ketdi ularda. U mashyenlik Lo'li o'zini aka-ukalariga, amaki o'g'illariga to'g'irlaganda mashinani ular olib foydalanishyapti. Hozirgacha o'sha foydalanyapti. Qoyilmisizlar? Necha yil bo'ldi? 9 yil bo'lyapti. Ammo joni qashshoq bo'lib, kambag'al bo'lib, bir 3 xonali kichkina hujrada o'lim kutyapman. Vaholanki katta 3 qavatli imorat ko'targanman, Obod mahallada, eski Toshturma mahallasida. Hamma biladi, yaxshi taniydi. Hurmat, men o'z paytida 50 yil oldin bir o'rtog'im, do'stim bilan Raj Kapurni olib kelib, mashhur Dayli filmining aktyorini olib kelib o'ynatganmiz. Shunaqa hamma hurmat qilardi buni. Endi keyin nima bo'ldingiz? Qolib ketdim nimada, haligi
oting qo'yib bunda, ya'ni lo'lini aka-ukalarni foydalanishyapti. Keyin nima bo'lyapti? Tergov harakati bo'lyapti. Endi tergov qilish bo'lmadi. Xo'p, tergov bo'lsin. Nima o'sha ularni zimmasida bo'lib qoldigan mazmunda tergov bo'lishi kerak. Bu prokuraturada, Toshkent shahar prokuraturasi hammasi amalga oshyapti, lekin ammo oxirida nima o'yin bo'lib ketyapti. Bu yerda hamda Valiyev Bahriddin Bahodirov teylari Manchi Buxoro boshqa viloyat, Uzoq viloyati vakili nima qilyaptilar? Yo'q deb haligi bilasiz, ular kishi hofizada bunaqa dovush bo'ladi. Ya'ni bizda qo'pol bo'ladi, shalla qilsa-ku, o'sha takoy bazarniy rorada, xafa bo'lmasinlar. Tabiiy holda bu. Masalan, men unaqa qilolmayman, hofizlik qilolmayman, Sherali Jo'ra hofiz edi. Endi xullas, men nechvatdan men unaqa qilsa bilmayman, mamlakatda qo'lni paxsa qilib. Lekin men aytdim, men eshitishimcha edim, Turkiston Bank shunda Toshkent shahar prokuraturasi ro'parasida joylashgandi. Taqdir bu, azizlarim, taqdir. Shunda Toshkent shahar prokuraturasi ro'parasida Turkiston Bank joylashgan. Men aytdim, yer to'la bormisa, Turkiston Bankni oralida подземный переход bormi? Nima qilyapsiz? Qarang, taqdirda bu ham, qarang. Shunda katta Toshkentda, aynan Toshkent prokuraturasi buning tagida joylashgan shu bankka. Bundan keyin nima deb o'ylaysiz? Keyin hech narsa yo'q deb, lekin tergov harakati to'xtatishdi. Hech qanaqa nima yo'q. Ya'ni tergovlar tamom bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ammo aytdim, 77.400 menga sud tomonidan belgilangan, menga haligi jabrlanuvchi qaratilgan-ku, o'zim bala qilishdi. Shunga yo'q bo'lib o'tga borsangiz, darrov militsiya, hamma haligi qo'riqlash, askarlarni chaqirib tayyorlab qo'yishadi, aybini yashirish uchun. Bilmaymiz, lekin u davay chiqing deb sizni haydaydi. Mana sizga korrupsiyani eng chuqur ildizi, azizlarim. Mana shuga kelib to'xtadik. Hozirgi kunda men necha marta ariza yozaman, oxirgi kunda Mirzahmet degan bosh prokuraturaning nimasi senatga ham bordi. Men shu Mirzahmet yo Bekzod yana keldi, orqadan pichirlashganda shu Valiyevga. Men aytganman, o'sha Valiyev to'g'risida mana shunaqa qildi, mana shunaqa qilsam, orqadan borib endi uni qo'lasa, o'zini yaxshi ko'rsatish uchun paxta qo'yish uchun Valiyevga aytgan bo'lish kerak, bu hammasini dalojat qilibdi. Xullas, yo'q, o'yin bo'lib ko'rsatib berilmayapti, menga anaqa qilmayapti, tergov bo'lmayapti. Boshqacha tergov amalga oshiring. Men jabrlanuvchiman, men mol dunyoga ega bo'lishim kerak. O'shanda qonuniy bo'ladi. O'shanda insonlarda, fuqarolarda ishonch paydo bo'ladi. Prokuraturamiz shu, azizlarim, shu bilasizlarmi do'stlarim, men juda ham sud, prokuratura, ishlarda juda ham ko'pdan ko'p salbiy harakatlarni amalga oshirayotganini ko'ryapman. Hayotingiz og'ir bo'ladi. Hurmatli Shavkat Miromonovich. Shavkat Miromonovich faqat xorijimiz hozir davlat korrupsioner qilib yuradi, qo'llari tegmaydi. U kishi ham og'ir chet el masalalarini hal qilishlari kerak. Bunaqa ishlarga uncha qo'llari tegmaydi, vaqtlar bo'lmaydi u do'stimmi. Ilohim mushkullari oson bo'lib, tan joylari sog' bo'lsin prezidentimmi. Lekin vaqtlar shu bilan ozgina shug'ullansalar ham bo'lardi prezidentimda. Valiyev hozir ushlab turib, hamma prokurorlar qo'rqadi undan. Hozir bosh prokuratura birinchi o'rinbosari bo'lib olganlar. Men javob xatini oldim, birinchi o'rinbosar qabulda bo'lgansiz deb Mirzahmet degan bir yigitcha menga javob xatini berdi. Men qachon bo'lman uni qabulda? Men bo'lsam, men yolg'on gapirolsam, menga nisbatan jinoyat qo'zg'ating, meni jazolaylar. U yolg'on ma'lumot tarqatgan bo'lsa, unga nisbatan jazo berish so'rayman, talab qilaman. Haligi davlat xavfsizlik xizmati qaqqaravasizlar. Nima qo'yib qo'ygansizlar? Vataninglar jarayonga kelib qoldi-ku. Любое время istalgan paytda men javob beraman. Keksa 80 borgan odam. O'ta savodmen. Men Rossiyada yashab, ruslar boshida yurib dars ham berib kelman. Hozir kelar ekanman deb O'zbekistonda, o'z vatanimda ikkita uchta o'zbekdan kalta yerki, bu kalta bilan tengmi menga? Savodiy bo'lsa qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Chunki hamma korrupsiya. Korrupsiya deganki poraxo'rlik, azizlarim. Mana hozir shu kunga kelib Valiyev qabuli yo'q, qabul qilmasa ham Xudo xayr bersin, razi bo'ldi. Men masalan ko'pchilikka o'xshabchi, uzoq viloyatda ota-onamni go'rini tashlab kelmasdim. Masalan, men Toshkentlikmanmi, masalan Buxoroga, Samarqandga yo Xorazmga borib yashay olmayman, onam otamni go'rini tashlab ketmayman. Ko'pchilik tashlab kelaverar ekan hamma, dollar bo'lsa bo'ldi, ketdik biz o'sha yaxshi ekan, o'sha dollar bor joyda otani kerakmi deb. Go'ri kerakmi o'ti. Bildinglarmi azizlarim? Xullas bir so'z qo'yayotganda hech qanday qabullar bo'lmasin, mayli, lekin menga 77 to'g'risida yangi qaror chiqarib, yo'masa boshqacha tergov harakati amalga oshirilsin. Shu masalada men sizlarga murojaat qilaman. Iltimos vatandoshlar, amaliy yordam beringlar. Ya'ni boshqadan qarang, menga tergov kerakmi? Shu kerakmi? Militsiya, prokuratura qo'shmazor bo'lmaydi hammasi. Azizlarim, men yoshimda har kuni o'z betim olib chiqadi, o'lim bilan kurashib chiqaman. 80 ga borganman.
Men kerakmi shu? Ilohim, faqat nima deydi? Meni yoshim birortasi yetmasin. Menga yomonlik qilayotganlar barchasi bu dunyoni voqtida tark etishini Allohdan so'rayman. Nima qilaman? Nima yaxshi? Bizdan paytachi o'sha 50-60 aka keling, yaxshimi, salomatsiz? Nima xizmat? Nima problema? Shu bo'ldi. Bunaqa qozi yo'q, bari yo'q. Borsiz bu joyga, voyo, axrani qo'riqlash, milliy gvardiyani qo'yib qo'yishadi. Haydani unda sekin pichirib haydatirasiz meni. Nima bo'lyapti vataninglar bilasizlarmi? Bilmayapsizlar nima bo'layotganini. Jaryoqaga kelib qoldik-ku, azizlarim. Mayli. Xudoga so'raman hammasini. Endi iltimos zudlik bilan tergov harakatini boshqatdan amalga oshirishda nima deydi? Topshiriq bersinlar. Bahriddin Bahodirov zudlik bilan topshiriq berib, korrupsionerlar emasmi? Bahodirov aloqalari yo'qmi bu biznesga? 77 mingga bo'lsa nima qo'rqadilar? Nima uchun nima topshiriq? Anaqa bo'lsa boshqatdan nima qo'llaringizni aytishlari kerak. Yo'qmi, yana san chiqaman. Yana san nima qilaman? Nima qilaman? Man birovdan bu kishi kalta yemayman, hozir menga shunaqa tuyulyapti, kalta meni uryapti shu prokurorlar. Masalan, shu Bahodirov boshchiligini meni urishyapti, nokaut qilyapti. Nimaga? Nima qildim senga yomonlik? Qara, aytlaring har biring. Aytgan. Aytmaysanmi? Bo'lmasa kursday davay. Vataningga ketmasa, tan bu yoqqa kelib Toshkentdan juvarmay qilasanlar. Nimaga yomonlik qildim masalan men? Ber, menga yomonlik sanlar qilyapsanlar hammang. Nimaga sen ham ana mahalladan so'rayman, qanaqa yaxshi odamman yo'q, xarakteristika beradi. Kerak emas. Menga insonlarning fikri kerak. Ana azizlarim, zudlik bilan boshqatdan tergov harakati amalga oshirib, zudlik bilan nima deydi? Cho'zmasdan. Mirzaahmedov, xatingizni oling deb nima qiling, yo'q qiling o'z vaqtida. Bu xatingizni uzoqqa bormaysiz. Xudodan qo'rqmaysizlar, bilaman. Bir marta berdim. Prokurorlar, sudlar haligi onun için kalomlarni olib jinoyat qilsam xalqimga nisbatan yomonlik qilsam xudo ursin deb bunaqa partadan qilib javob qayta keldi. Mayli, давайте. Asosiy maqsad hozir yana boshqatdan o'sha menga tegishli bo'lgan mol-mulk $77 qaytarib olishda amaliy yordam. Shavkat Miromonovich, sizdan duo qilib so'rayman, menga yordam bering, baraka topkur. Bu nima deydi, zo'ravonlarga, korrupsionerlarga zarba berib, menga boshqatdan tergov bo'ldi 77 ming. Qanaqa 77 sizga qaratilar ekan hukmda. Sizga yetib kelmas ekan. Bu korrupsiya emasmi? Qani o'ylab ko'ring do'stlarim. Hukmda o'qilarga 77 sizga yetib kelmas ekan. Bu bizning O'zbekiston hozir shunaqa O'zbekistonda deb xohlasang chidasang yashay, chidamasang qancha qochib ketasan, qochib ketur Toshkent boshqa O'zbekiston tasha, bizga tashlab kelib korrupsionerlarga deb. Hozir shunaqa bo'ldi. Iltimos qilaman, zudlik bilan tergov harakati amalga oshirilsin. Aks holda oxirat eshiklari azizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, baraka topinglar.